Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi navbatdagi uyimiz Mehribatining arkasida birinchi etajda 2 xonali toza remontdan chiqqan joyimiz chiqdi. Narxini egasi aytishi bo'yicha $300 dedi. Meda juda bajari bor ekan, qo'yib beradi. Video davomida aytib o'tamiz. Giravesh qismi zalni ko'ramiz endi. Bu yerimiz zal ekan, konditsionerlari bor. Egasini aytishi bo'yicha bir xon taxta qo'yib beraman dedi, 2 ko'rpacha bilan. Bunda televizorimiz bor ekan, televizorni osib beraman dedi. Jaluzi perdalar ham обязательно osib beriladi. Keyin yan tarafimiz tualeti, keramika, kafel hamda zakoniy toza remontdan chiqqan bellarimiz ham, rakovinalari bor ekan, suv svetda muammo yo'q, napuni ko'rib tursizlar. Yanimiz vannasi. Endi bana o'tsak, berimiz kuxnyasi ekan. Toza remont, toza kuxnya mebeli, avtomat kir mashinalarigacha bor ekan. Görüşürüz mümkün. Gaz plitalar ham toza, manasa toza bu yerda. Bu tarafimiz balkon. Bu yerda xolodilniklari, kotyoli, duş konteyni narxini $300 dedi. Hozirgi xonamizni ko'ramiz. Bu xonamiz spalniya xonasi ekan. Eshiklardan ham ko'ringlar, sifatli eshiklardan qo'yilgan. Egasini aytishi bo'yicha bir spalniya qo'yib beraman dedi. Spalniya shkaf komplektlatib qo'yib beradi. Bellarimiz ham devorlari oboydan chiqqan. Jaluzi pardalarini qo'yib beradi ekan. Narxini $300 dedi. Qo'yib beradigan vajani aytib o'tdik. Kim shunday sifatli uylar kerak bo'lsa, bizlarga murojaat etaverasizlar. Telefonlarimiz 99lik 686 36 36.